bütün Uygurlarning eng kelishgan, eng chiroyli ana shu semizlikdan ishtirg'i patmagan xalqning pul-xutini yetimning haqqini yeb, mana bugungi haliga kelgan ana shu Oğuzxancha 500 aile, 3000 ga yaqin kishining materialini elib ichki ishlar bakanligiga bordi. Dedi ki bu Uygurlarning ichida terrorchisi va, Daesh'da va, Aqchisi va, FETÖ'chisi va, Kökchisi va. Shuning uchun hammasiga vatandoshlik bersanglar, bu yerda qalaymi qanchalik chiqaradi. Mana biz kelgan bu materialdagilar eng pokiz, eng ishonchli, eng to'g'ri kishilar deyish orqali bütün Uygurlarga beriladigan vatandoshlikning yo'lini to'sab, o'zining atrofidagi, ya'ni o'zining yordamchisi o'z og'zi bilan degan gap. O'ziga destek vergan, iqtisodiy yordam qilgan, o'ziga urug' tuqqan bo'lgan, o'zining poydiqini ko'targan 500 oilaning materialini olib borib, ana shularga vatandoshlik qildi. Buning uchun nurg'unlagan pul to'pladi. Pul to'plamadim deyanmaydi, chunki o'zininki odami buning o'z og'zi bilan shohidlik berdi. Alloh so'zini aytdi. Suyumli qarindoshlarimiz, nima uchun bütün Uygurlarning vatandosh bo'lib ketishidan qo'rqaydi? Chunki Turkiyadan nurg'unlagan Uygurlar buni Yevropa, Amerika, bütün dunyoga Uygurlar bilib ketdi. Ashalarning keyindan mang'anligi, ashalarga destek bermaganligi yoki bir haqiqatni so'zlab shular qayta so'zlaganlik uchun Turkiyada turmalarda yotdi. Go'jadarsida yotdi. Ana shu Oğuzxon qashlab, qari chaplab, terrorchi, aqchi, ko'kchi deb sultib etgan bolalar chidayanmay vijdoni qaydab turib, bütün tor internetlarda so'zildi. Hattoki ana shu vatandoshlik uchun pul olganligi, nurg'unlagan pullar ben vatandoshlik ololmagan qarindoshlarni tor internetlarga gap qilgan bo'ldi. Shu qarindoshlarning hammani munofiq chiqarib etdi.